Hamma ayolga o'qitish kerak yoshligidan. Keyin qizlarga xos tarbiyada o'sha erga bo'lgan munosabatni alohida shakllantirish kerak. Biz gohida eshitib qolamiz, ilm o'qigan qizlar itoat qilmay qo'yadi, haqini talab qiladigan bo'lib qoladi. Bu narsa tarbiyaning noto'g'riligidan bo'ladi. Ilm bu ma'lumotlar emas, balki Imom Malik aytganlaridek qalbga Alloh soladigan nur bo'ladi. U nur kirganini alomati insonda qalb yumshaydi va unda go'zal axloqlar shakllanadi. Kimdaki shafqat va rahmat ziyoda bo'lmasa agar shariy ilm o'qiganda, demak u Rasulullohning ilmini olayotgan bo'lmaydi. Kimki Rasulullohning ilmlarini olsa, alayhi vasallam, unda shafqat, rahmat ziyoda bo'ladi. Shu bo'lgandagina kishi Alloh va Rasulining ilmini olayotgan bo'ladi. Bo'lmasa kalimalarni yodlayotgan, ma'lumotlarni tashlayotgan qutiga aylanadi xolos, ilm bo'lmaydi. Endi shariy ilmlarni olgandan keyin shariy ilmlarni tatbiq qilishga bashariy ilmlar kerak bo'ladi ko'pincha. Bu endi umumiy ayollarga xos emas, ayol erkakka baravar o'sha bashariy ilmlar ham olinishi kerak. Ilmun nafs, psixologiya kabi, ijtimoiy ilmlar, jamiyatshunoslik, shu kabi bashariy ilmlar bor. Shariat ilmlarini tatbiq qilish uchun, to'g'ri fahmlash uchun, to'g'ri yo'lga qo'yish uchun o'sha ilmlarni ham olish kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom, sizlar eshitgansizlar, ayollarga nasihat qilganlarida hayit kuni sadaqaga buyurganlar. Nimaga? Nimaga namoz ro'zaga emas, ayni sadaqaga buyurganlar? Chunki ayollarda molga muhabbat kuchli bo'ladi, ziynatga muhabbat kuchli bo'ladi. Islom o'shanaqa har bir kishiga o'ziga kerak nafsini kir qilayotgan tomondan tarbiya beradi. Ayol kishining nafsini kir qiladigan eng asosiy omil mato bo'ladi. Mato